Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz. Mana bugun Toshkent Krasnodar yo'nalishi bo'yicha navbatdagi avtobusimiz ham yo'lga otlandi. Mana yurtdoshimiz bilan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz qizim? Men to'g'risini aytsam, bu narsani bilmagan edim. Mana YouTube'ga kirib, boshqa turib, o'g'lim Rossiyada o'qiydi. O'shanga poyezdga, samolyotga bilet topolmagan edi, to'xtab turib bir avtobusni qarayib bir Moskvaga bor deyishgan edi. Kirsam, Krasnodarga bor ekan, Krasnodarga bor ekan. Keyin aytdimki, Volgogradda o'qiydi o'zi. Aytdim, через Volgograd o'tadi. Telefon qildim shu raqamga. Ha, через Volgograd o'tadi deyishgan edi. Bilet bormi desam, bor deyishdi. Avtostansiyaga keldik, kecha kelib biletni oldik. Mana hozir o'g'limizni ham kuzatib boryapmiz. Inshaalloh yaxshi yetib borishadi, boradi deb o'ylayman. Yaxshi zo'r avtobuslar ekan, ichlarini ham kirib ko'rib chiqdim. Shoferlar bilan ham gaplashdim. 3 ta shofer olib borishar ekan, galma-galdan haydab, kerak joyda to'xtatib olib ketishar ekan. Shuning uchun xursandmiz. Yetib boradigan bo'lsa, men aytamanki, hammanglarga rahmat. Mana shunaqa reyslarni qo'yayotganlarga, xalqni mushkulini oson qilayotganlar uchun hammanglarga minnatdorchilik izhor qilaman. Mana ko'rib turganingizdek, bizda davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz Toshkent Krasnodar yo'nalishi bo'yicha ham qatnovlarimiz amalga oshirilmoqda. Biz bilan bo'ling.